Sen otur. Ko'chada nima shu o'qi? Voy, o'qishga javobi chiqibdi. Nima bo'ldi? Ertalabda tumini javobi chiqdi. Abituriyentga deyapman. Baqir chaqirmalaring naryoqda ta'ziya bo'lyapti. Nima bo'ldi? Kechara ertalabgacha o'qish javobini kutdi. 1 soat o'tib o'zini o'zi osib qo'yibdi. Mana buni hojatxonaga qo'yib qo'yib, bo'lmag'ach yo'q qolib. Shuncha qog'oz kim ishlatib qo'ygan ekan-a? Qo'shni kiyimsiz qolib ketdi. Kimda kiyim bor? Sizlarga nima bo'ldi endi? Ana o'g'limiz mega super kontraktga o'qishga kirdi, shunga sal qiynalib qoldik. Salmaso. Ana 4 ta klishimiz qolgan. 50 mingdan beraveramiz. Voy, ana qo'shnining ham bolasi o'qishga kiribdi. 45 ming deyish kerakmi? Qayerga kirdilar? Tuga? Nima u? To'xtafalar universiteti. Kim bo'lib chiqadi o'tib bitirsa? To'xtadi. Stop. Birinchidan hali o'qishga topshirishga imkon bor. Ikkinchidan kelajaging uchun foydali bo'lgan joyga topshirishing kerak. Yuringlar men bilan. Mana Perfect universiteti shahar markazida zamonaviy 1,5 ming kishilik yotoqxonasi bor. Kafolatlangan eng arzon kontrakt 8 million so'mdan boshlanadi, tushundinglarmi? Har bir talabani ishga joylashtirish uchun 75 ta kompaniya bilan hamkorlik o'rnatishgan. Eng kerakli yo'nalishlar bo'yicha o'qitishadi: marketing, iqtisodiyot, moliya va bank ishi, psixologiya, maktabgacha va boshlang'ich ta'lim, ingliz tili, rus tili, filologiyasi, xullas eng ideal variant. Men topshiraman. Ozgina qoldi. 2 cha. Nima bo'lyapti? O'g'lim, tirik bo'lganingda sen ham o'qishga topshirarding. Sen o'zing yozmaganmiding? Men o'zim bo'lmagiga yozdim. Ana bu maga haq ketgani ma'lum bo'ldi. Ana ikkitagina akfa qoluvdi. 40 mingdan qilib beramiz, olmaysizlar? Yo'q. Mayli, boshlaymiz.